Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biznesga kirish fanini, marketing asoslari va bozorni o'rganish mavzusi borasida gaplashamiz. Va ushbu darsimizni quyidagi rejalar asosida shakllantirdi. Ya'ni marketing nazariyasi haqida gaplashamiz, bozor tadqiqotlari, nimalarni tadqiq qiladi bozorda, iste'molchilarning xulqi, raqobatchilarni tahlil qilish, amaliy tarzda o'rganish, bozorni o'rganish asosida strategik marketing va strategik qarorlar chiqarish. Xo'p, darsni boshlashdan oldin qisqagina savol, ya'ni brainstorming qilsak, faraz qilinglar, biror mahsulotni tanlayotganingizda sizga nima ko'proq ta'sir qiladi? Narximi, sifatmi yoki o'sha mahsulot yoki servisni joylashuvi yoki reklamami? Nimasi sizga ko'proq ta'sir qiladi? Misol uchun, kimgadir narxi muhim, kimdir yo'q, menga sifat kerak deydi, kimdir joylashuvi, estetik jihati, shunaqangi joylarga e'tibor beradi, kimgadir umuman reklamasi yoqqandir. Hamma inson har xil sababdan nima qiladi, impuls oladi. Shuning uchun ham marketingda turlari ko'p. Misol uchun, marketing turlarida reklamani turlari bor, to'g'rimi? Afishalar chiqarish, flayerlar chiqarish, televideniye, axborot texnologiyalaridan foydalanish, raqamli texnologiyalar, social media, influenserlar, content creatorlardan foydalanish. Har bittasini o'zini o'rni bor. Bozorni o'rganish o'zi nima? Bu faqat marketingning bir qismi emas, balki korxonaning strategik qaror qabul qilish mexanizmidir. Har bir muvaffaqiyatli kompaniya qarorini ma'lumotlarga asoslaydi. Bu bilan nima demoqchimiz? Bozorda o'rganish deganda faqatgina marketingni tushunib qolmasligimiz kerak. Bu umumiy olganda kompaniyani bir poydevorlardan biri. Bozorda o'rganmasdan turib, hech qachon hech qaysi kompaniya mahsulotini bozorga olib chiqa olmaydi yoki servisini insonlarga tatbiq qila olmaydi. To o'sha mahsulotni olib kirishdan oldin kimlarga sotaman, qanchaga sotaman, qayerda sotaman, nimaga sotaman, buni sotsam jamiyatga foydasimi, buni sotsam xaridorga nima foydasi bor? Shu narsalarni o'rganish kerak. Xo'sh, marketing haqida gaplashib o'tamiz biroz. Marketing ya'ni bu iste'molchi ehtiyojini aniqlash, unga mos mahsulotni ishlab chiqish, foyda bilan yetkazish va sodiqlikni shakllantirish jarayoni. Philip Kotler AQShdagi iqtisodchi va marketolog professor bo'lgan. O'sha Philip Kotlerda fikriga ko'ra marketingni u quyidagicha tasvirlagan. Ya'ni u marketingni nima deyapti? Ehtiyojni foydaga aylantirish san'ati. Judayam chiroyli o'xshatish bu, chunki insonlardagi ehtiyojni ko'ra bilishlikni o'zi bir nima deydi? Bir san'at turi. Ya'ni kimga qanday ehtiyoj bor, kimda qanday o'sha ehtiyojni qanday qilib qondirsa bo'ladi. Aynan o'sha ehtiyojni esa korxona o'zi uchun foydaga aylantira olsa, ya'ni mana shu misol uchun deylik, atrofimizdagi muammolarda nima bor? Oddiygina faraz qilinglar, termizlar, elektron choynaklar paydo bo'lishidan oldin nima qilardik? Gazda yo bo'lmasam qishloqlarda, o'choqlarda choy qaynatilardi, to'g'rimi? Xuddi ana shu muammoni ko'ra olgan biznesmenlar nima qildi? Elektr jihozlarni ishlab chiqishgan, elektrdan foydalanish, yo bo'lmasam elektr toki tarmog'i yo'q joyda elektrga muhtoj bo'lgan holatlarda bo'lsa nima qilindi? Elektr dvigatellarni yasaldi, ya'ni elektr ishlab chiqaruvchi qurilmalar
yoqilg'ini, ya'ni mexanik kuchni elektr energiyaga aylantirib, bu elektr energiyasi bo'lsa iste'molga yo'naltiriladi. Yo bo'lmasam quyosh panellari. Bular hammasi qaysidir turli xil muammolarga yechim sifatida qilingan nimalar? Innovatsiyalar. Xo'sh, bozorni o'rganishning zaruriyati nima edi o'zi? Nimaga o'rganishimiz kerak? Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar nima bozorda? Bozorda o'rganish orqali kompaniya quyidagilarga ega bo'ladi. Ya'ni ehtiyojni to'g'ri aniqlash. Xaridorga nima kerak? Raqobat muhitini tushunish. Deylik, mani mahsulotim, mani servisimga raqobatdosh kimlar bor? Ularda qobiliyatlar qanaqa? Ularning bozor ulushi qanday? Shularni aniqlasak bo'ladi va narx va joylashtirish strategiyasini tanlash. Bu juda ham muhim strategiyalardan biri, chunki narxingiz joylashgan joyingizga mos bo'lmasa, u narxingiz yo o'ta arzon bo'lib ketishi mumkin, yo bo'lmasam o'ta qimmat bo'lib ketishi mumkin. Ikkala tomoni ham korxona uchun foyda keltirmaydi. Ya'ni o'sha normasini, ya'ni oltin o'rta deydi, shunaqangi balansini topish kerakki, siz qo'yayotgan narxingiz joylashishingizga ham mos bo'lishi kerak. Iste'molchi huquqini tahlil qilish imkonini beradi. Ya'ni iste'molchi xulqini tahlil qilish. Bu consumer behavior deydi ingliz tilida, ya'ni iste'molchilarda xulqi. Bu alohida bitta katta mavzu, lekin bu bozorda o'rganish ana shu iste'molchilarda olishga undovchi omillarni ko'rsatadigan bir analizlardan biri hisoblanadi. Xo'sh, bozorni tadqiqot bosqichlari bor. Ya'ni birinchi navbatda bozorda nima qilasiz? O'rganamiz, ma'lumot yig'amiz, ma'lumotlar tahlil qilamiz, keyin qaror qabul qilamiz. 4P modeli bor, ya'ni 4 ta ingliz tilidagi P'dan ketadigan so'zlar bor. Ya'ni product, price, place, promotion. Har birini o'zini ma'nosiga ega, ya'ni product mahsulot, price narx, place joylashgan hududi, promotion bu targ'ibot. Shu 4 talar tomon ham o'zini to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ya'ni to'g'ri foydalanilgan bo'lsa, korxona muvaffaqiyati juda ham potensial yuqori bo'ladi. Mahsulotda ishlab chiqarayotgan sifati, dizayni, brendi, u kimlarga sotilayotganiga qarab uni ko'rinishi, narxi bo'lsa o'sha bozor raqobatiga asoslangan holatda insonlarga ularda ham demografik jihatdan geografik jihatdan joylashuviga qarab narxni belgilash. Joylashuv ham xuddi shunga mos, ya'ni sotish kanallari qayerda? O'zi raqobatchilarni oldida raqobatchi turadi. Hech e'tibor bergan bo'lsanglar, aptekani oldida apteka bo'ladi. Mehmonxonani oldiga mehmonxona quradi. Ya'ni mehmonxona turgan bo'lsa, siz ham biznesingiz mehmonxona biznesiga kirmoqchi bo'lsangiz, u uzoqqa borib qurmaysiz. Agar uzoqroqda ochsangiz, siz kompetitiv, ya'ni raqobatdoshligingiz pasayib boradi. Sababi siz raqobatdoshingizga qancha yaqin bo'lsangiz, shuncha raqobatdoshligingiz oshish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xo'p. Quyida amaliy mashg'ulot bor. Har bitta talabalar o'zlari uchun bir yo'nalish tanlaydi. Misol uchun deylik, talabalar uchun energiya ichimligi, mahalliy ekologik brend sumkalari, onlayn o'quv platforma, hududiy kafe yoki fast food loyihasi. Shu misollardan kelib chiqqan holatda yoki o'zlaringiz birorta fikringiz bo'lsa, o'shalarga asoslanib bozorni o'rganasiz. Misol uchun, talabalar uchun energiya ichimligi bo'lsa,
uni bozorni o'rganishda nimalarga e'tibor beramiz? Joyi. Demak, talabalar deganimizdan keyin demak u oliygohlar, kollej, litseylarga yaqin joy bo'lishi kerak. Talabalar uchun energiya ichimligi degandan keyin endi nima deyamiz? Mahsulot haqida gapirayotganimizda product haqida 4P'ni birinchisi nima edi? Productmidi? Ana shu mahsulot haqida gapirayotganimizda endi uni nima talabalar uchun bo'lgani uchun u ham tabiiy bo'lishi kerak va uni iste'mol qilgan talabaga foyda keltirish kerak. Ya'ni deylik, xotirasiga, qandaydir sog'liq jihatidan ijobiy natija beradigan bo'lishi kerak. Va reklamani ham talabalarga xos qilish kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab turib, talabalar o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar, qanday qilib bozorda o'rgansak bo'ladi, qanday analiz turlarini qilsak bo'ladi. Misol uchun SWOT bor, Porter'da 5 force analiz, ya'ni 5 kuch analizi bor, pastel analizlari bor. Ya'ni bu analizlar turlarini bu analizlar qilish orqali korxonaning nimasini, ichki tashqi omilini va korxonaga ta'sir qiladigan omillarni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Hop, qisqa qilib aytganda, bozorda o'rganish bu kompaniyani ko'zi desak bo'ladi. Marketing rejalashtirish bo'lsa yuragi, iste'molchini tushunish bu muvaffaqiyatning kaliti deb olsak bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozircha darslarimiz